Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Qashqadaryoga Ilyos akamizni granulyatorlar tayyor bo'ldi. 200 diametr 11 kW roliga aylanadigan Volgazatning moslik 6 mm matrisasi bilan mol qo'ylarga yem chiqaramiz. Biz o'zimiz bitta chiqarib ko'rdik, yana bir marta sinab ko'rsatib video qilib beramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Davay. Boshladik. Sekin tashlab qo'yib ha. Soatga 200-300 kilo chiqaradigan granulyatorimiz, roliga aylanadigan universal. To'g'ri. Akamiz ham Andijondan kelganlar, syomka qilib yuribdilar hozir. Mahsulotlarni chiqarib berdi, olib kelgan mahsulotlarini. Mana Unzavoddan adhod olib kelishdi, chiqarib berdik. Hozir stanogimiz ma'qul keldi, xudo xolasa. Tugadi. O'chiruv, tugadi. Xo'p. Mana akalar, yemimiz xudo xolasa chiroyli chiqdi. Yani pichog'ini sozlab qo'yganmiz yo'q, pichog'ini to'g'rilab qo'yamiz yana. Pichog'ini pastga tushirib qo'yganmiz uzun kesiligi uchun. Kimga shunaqa granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar Turunchi avtobazanchidamiz. Nomerlarimiz o'sha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.